Assalomu alaykum hurmatli hamshaharlar va shahrimiz mehmonlari. Joriy yil 2 dekabr kuni hududiy elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan Chupanota NIM stansiyasida ta'mirlash ishlari olib borish munosabati bilan Chupanota suv inshootida 2 dekabr soat 8:00 dan 3 dekabr 8:00 ga qadar suv ta'minoti to'xtatilishi borasida ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali e'lon berilgan edi. Ammo 2 dekabr 23:00 da suv ta'minoti qayta tiklanganda suv quvurlarida tabiiy ravishda hosil bo'lgan havo bosimi va suv bosimi natijasida Samarqand shahrining Sadriddin ko'chasida magistral diametri 1000 mm tarmoqda nosozlik vujudga keldi. Shundan bo'lishiga qaramasdan Samarqand shahrining ayrim hududlariga suv berildi. Lekin Sattipo suvdiyona mikrorayon ko'p qavatli maskanlarida suv berilmadi. Kutilmagan avariya holati 4-dekabr kuni 8:00 da to'liq bartaraf qilindi. Nasos uskunalarini ishga tushirish va tizimning gidravlik holati to'liq yakunlagach, 4-dekabr 19:00 da suv uzilgan hududlarda uzluksiz suv ta'minoti tiklanadi. Yetkazilgan noqulayliklar uchun uzr so'raymiz.